Bir kuni bir odam otam mazalari yo'q. Uka zo'rg'a yotibdilar, suv tomizib turibmiz deb kelishdi. Doktor javob berib yubordi uyga dedi. Shunga dedi qabr kovlash kerak edi. Avvalambor umrlari uzoq bo'lsin dedim. O'tmagan odamga kovlab qo'ysa edi. Endi dedi bu qattiq joylar 10 soat 12 soat kovlanadigan joylar edi. Buni dedim masalan peshinga 8 da kelib peshinga tayyorlab bera olasizmi desa, eplay olmaymiz dedi. Peshinda bo'lsa asrga qila olasizmi dedi. Yo'q dedi. Shuning uchun kovlab tayyorlab qo'yavering. Shu qabrni kovlab tayyorlab qo'ydik. Shu bilan ancha vaqt o'tdi, men telefon qildim, ukam dedim. Qabr tayyor bo'ldi, tayyorlab qo'ydik. Desam shu o'zim sizga aloqaga chiqaman dedi. Aytaman, xabar beraman bir narsa bo'lsa dedi. Bir hafta o'tdi, 10 kun o'tdi, 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi. Shu bilan ukam mana shunaqa qabrni yopib qo'yaylikmi, nima qilaylik desam, uka sizga aytaman deb esimdan chiqib ketib qopti. Adam tuzalib ketib ishga chiqib ketdilar, ishlab yuribdilar. Shunaqa voqealar ham bo'lganda.